Bu mahsulotlarni doimiy ratsioningizda iste'mol qilsangiz, tengdoshlaringizga nisbatan 10 yosh ko'rinish boshlaysiz. 5-o'rinda zaytun yog'i. Boshqa yog'larga nisbatan ancha foydali. Tarkibidagi foydali yog'lar yurak qon tomir kasalliklarini oldini olish, hattoki bosh miya faoliyatini yaxshilashga yordam beradi. Terizni ham avvalgi nisbatan quruqlashish emas, hattoki terizni biroz yoshroq ham ko'rsatishni boshlaydi. 4-o'rinda tuxum. Aslida 1-o'ringa qo'yishimiz kerak. 4-o'ringa bo'lishiga qaramasdan tarkibida to'laqonli foydali yog'lar va to'laqonli oqsildan iborat. Bu sizni semirishingizni oldini oladi, hattoki terizni tarangligini ta'minlaydi. 3-o'rinda chiya urug'i. Bu ko'p tolaga boy, kletchatkaga boy, oqsilga boy, yetarlicha uglevodga boy, to'g'ri energiya biroz pastroq, lekin yetarlicha oqsil. Bu sizni to'qlik hissini oshirish bilan ta'minlaydi va semizlikni oldini oladi. 2-o'ringa ikkita mevani qo'ydim, anor hamda apelsin. Apelsin bahor uchun ideal tavsiya hisoblanadi. Vitamin C ga boy bo'lgani uchun immunitetni oshiradi. Anor esa qon aylanishini yaxshilaydi, yurak salomatligi uchun foydali, hattoki gemoglobinni bahor oyida ideal darajada ko'tarishga yordam beradi. Birinchisi hamda asosiysi avokado. Bu har kuni nonushtaga iste'mol qilishingiz shart bo'lgan mahsulot hisoblanadi. Tarkibidagi foydali yog'lar hamda E vitamini bu terizni hujayrasini yangilanishini ta'minlaydi, hattoki organizmda kollagen parchalanishini sekinlashtiradi va kollagen sintezini kuchaytirishga yordam beradi. Bu videoni yosharmoqchi hamda ota-onasi yosh bo'lishini xohlagan tanishlarga yuborib qo'yamiz.